Aytsam ishonmaysiz deydi-yu. Nimaga deysizlarmi? Sabab shu quloqchin 20 ming so'm ekan. Akalar, buni narxda bo'lmasa kerak deb o'ylasam, rostdan ham 20 ming ekan. Qarang, buni ko'ki, qizili, qizlarga ham bor ekan, podarkaga ham berasiz, oqi ham bor ekan. Buning uchun nima qilaman desangiz, Yandex Marketga kirasiz va quloqchin deb yozsangiz, mana ko'rishingiz mumkin, chiqadi. Buni savatchaga qo'shasiz. Qo'shganingizdan so'ng promokod degan joyiga sizga 55 promokodini yozsangiz, 19 ming so'mga aylanar ekan aka. 19 ming so'm. Yaqinlarga yuborib qo'ying, bitta olib bering, bir tanish bilishga, GMP'yanga chegirmada. Xolos bo'lib to'lashga oling, 3600 so'mdan bo'lib to'lab yuborasiz. Dastavkasi ham tekin ekan. Olib bersangiz bo'ldi. Yana qanaqa arzon narxda kerak sizga tovar, kommentariyada yozib qoldiring, o'sha tovar topib beramiz. A'zo bo'lganingiz yo'q-ku, podpisatsiya tashab qo'ying, buni narxlar faqat bizda-ku.